Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Uzaminant kanali va bugungi yangi videomiz ko'pchilikning talabiga binoan Telegramga teppa-tekinga nakrutka urish haqida bo'ladi. Xo'p, videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosish esdan chiqmasin. Va men bugun yangi bot haqida video olib boraman va o'zim isbotlari bilan xudo xolisa nakrutka urilganini ko'rsatib tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p. Bundan oldin 10 oy oldin mana Telegramga nakrutka urish haqida video qo'yganmiz va bu botimiz ishlamay qoldi. Shunga bugun yangi botni ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, mana Telegramga kirib oldik. Kirganimizda super sim past chiziqcha bot deb yozamiz. Yozganimizda mana shu bot chiqdi. Qaytadan start berib yuboraman video tushunarli bo'lishi uchun. Mana. Xo'p, bizga start berganimizda shu bo'lim ochiladi. Pastda buyurtma berish, raqam olish, buyurtmalar, pul ishlash, hisobni to'ldirish. Bu hisobni to'ldirish orqali sizlar mayda raqam olish bo'lim bor. Shundan nomer sotosanglar bo'ladi. Telegram nomerlar. Bizga lekin bu kerak emas. Bizga buyurtma berish qismi kerak. Buyurtma berish qismiga bosib biz tekin nakrutka uramiz. Buyurtma berishni bosganimizda Telegram, Instagram, YouTube, TikTok, tekin xizmatlar, Telegram Stars bo'limlari ochildi. Endi biz tekin xizmatlar bo'limini tanlaymiz. Tanlaganimizda Telegram, Instagram, TikTok chiqdi. Endi biz Telegramga kiramiz. Chunki bizga obunachilar kerak. Mana tekin reaksiya ursa bo'lar ekan. Ko'rishlar, ya'ni prosmotrda tekinga nakrutka qilib ursa bo'lar ekan. Obunachilar ham tekin ekan. Obunachilarni bosamiz. Xo'p, mana xizmat ID esa 320, narxi 0 so'm, bajarilish vaqti 2 daqiqa. 2 daqiqada nakrutka bo'linar ekan. Mana minimal buyurtma 10 ta, maksimal buyurtma 20 ta. Buyurtma berishni bosamiz. Kerakli buyurtma miqdorini kiriting. Maksimal 20 tamida 20 ta kiritamiz. Endi bu yerga kanalingizni yoki gruppangizni silkasini kiritasiz. Misol uchun, men bitta kanal ochib yuboraman yaxshisi. Nakrutka vd uchun degan kanal ochdim men va bunga hozir men nakrutka urib tushuntirib ketaman. Silkaga yozaveramiz, farqi yo'q. Xo'p, mana yangi kanal ochib oldim. Mana bu yerda silkasi turibdi. Shu silkasini kopirovat qilib super simga tashlaymiz. Tashlaganimizda mana ma'lumotlarni o'qib chiqing. Buyurtmalar narxi 0 so'm. Buyurtma manzili shu kiritgan silkalar. Xo'p, buyurtma miqdori 20 ta. Ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, yuborish tugmasini bosing, deyapti va sizning hisobingizdan 0 so'm miqdorida yechib olinadi. Ya'ni tekin. Va buyurtma yuboriladi. Buyurtmani bekor qilish imkoni bo'lmaydi. Yuborishni bosamiz. Buyurtma qabul qilindi. Buyurtma ID'si 5810. Mana bo'ldi. Hozir endi nakrutka mana yangi mana bitta obunachi bordi, 3 ta obunachi bo'ldi, 10 ta bo'ldi. Mana живой isboti bilan ko'rsatib o'tib ketyapman. Hozir mana obunachilar ko'ramiz. Qanaqa obunachilar bular? Chet el obunachilariga mana Anastasiya nimadir, Mark Osilos, uni Pxyo bilmadim, balobatlar. Anonymous bilmayman. Qizlar ham bor ekan. Bu noto'g'ri narsa ham bor ekan. Arabcha nimadir. Mana 16 ta bo'ldi hozircha. Endi 20 ta, mana 17 ta bo'ldi. Shu sekin-sekin 20 ta bo'ladi. Mana Sofiya nimadir. Mana xullas video yoqqan bo'lsa, sinagan bo'lsanglar kommentariyaga yozib ketinglar. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Kenta e'lonimiz bor. Shu Uzaminant degan kanalimiz bor. Telegramda ham mana ko'rsanglar bo'ladi. O'z pastda dominant deb qidirtirsanglar chiqiladi kanalimiz. Bunda kanalimizga yangiliklar tashlab turamiz. Qanaqa video tashlanadi,
qanaqa mavzuda video qo'yamiz, sizlarga qanaqa mavzudagi videolar qiziq, hamma narsa qo'yib boriladi. Shu kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, har xil yangiliklardan xabardor bo'lib turasizlar. Keyin yaqinda YouTube kanal orqali daromad qilish mavzusida video qo'ymoqchimiz yangi kanalga. Shunga ham Telegram orqali kuzatib borsanglar, videolar tashlab boriladi. Hammaga rahmat.